Azizlarim, hozir sizlarga Faberliqdan 109 balli zakazni ko'rsataman va bu yerda o'sha ichida narsalar sotib bo'lingan, mana ko'ryapsizlar. Mana shu hammasi meniki. Narxlari bilan birga aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda o'zim uyimga olganim bu idish yuvadigan lattacha 25900 katalog narxi. A'zo bo'lganlar 20% skidka oladi. Men 26% skidka olaman. Поэтому menga где-то 20 ming so'mga tushdi. Bunaqa lattacha. Va spesialniy qarang sirtini. И bu tomoni такой anaqalarni yuvishga qotib qolsa agar o'sha qotganlarni ketkazish uchun mo'ljallangan sirti mana shunaqa. Nima uchun men buni olgim keldi? Uydagi gubkalar jonimga tegib ketdi. Qiynalib ketdim. Boshqa lattalar уже qiynalib ketdim. Hayotimizni osonlashtirish uchun mana shu lattachani oldim. Bilmayman qanchaga yetadi, no boshqa lattachalar, oyna yuvadiganlar 5 yillab xizmat qilgan. Endi oshxonaniki 5 yil xizmat qilmaydi deb o'ylayman. No baribir bir 4 oy xizmat qiladi deb o'ylayapman. Ana ayjon 1 yillik. Keyin atirlarda Madonna Felice bilan shuni murskoysini Vomo Felichni zakaz qilganman. Birgalikda olganingizda skidka ekan. Donna Felice bilan Vomo Felice. Ayniqsa er-xotinga bersangiz, ikkalasi bir joyga borganda shunaqangi ikkalasidan zo'r keladi. Hidlar mana yaxshi ko'rinyapti endi. Mana bu 147 ming, mana bu 212 mingdan sotiladi qizlar. Lekin a'zo bo'lganlar buni birga olganda ichki narxi mana bunikini sizga 105 mingga beradi. Mana buni agar 26% bo'lsangiz, 20% bo'lsangiz sal ko'proq bo'ladi. Narxi qimmatroq bo'ladi. Mana bu esa 125 ga. Поэтому a'zo bo'lib olish bu ancha ma'qul, ancha qulay. Mana Donna Felice, Vomo Felice Fransiyada atirlar muzeyida turadi bu atirlar. Keyin Vent Virage atirini zakaz qildim. Bittasi topib bering deb turib atir tashadi, nomesini chiqib ketdi. Qarasam, mana bu o'xshar ekan, zakaz qildim. Kelib ko'radi, agar yoqsa shuni oladi. Vent atirlarni o'zim juda yaxshi ko'raman. 184 ming katalog narxi. Arziydi. Ichi har xil необычный dan и при этом морской qizlar. Морской hidlar hamma erkaklarga yoqadi. Keyin Portujur atiri hozir juda ham zo'r skidkada chiqqan, 184 ming so'mdan chiqqan. Поэтому buni olish kerak. Portujurni aynan mana shu variantda. Buni boshqa varianti ham bor. Unisi keyingi katalogimizda skidkada bo'ladi. Portujur atiriga boshqa hech kimga ta'rif ham kerak emas. Idish yuvadigan gel olmani hidini beradi. Bu bitta mana shuni 3 litr 1,5 litr suvga aralashtiramiz. 2 litr gelimiz bo'ladi va o'shani ishlatamiz. Suv bilan aralashtirib ishlasangiz yanada yaxshiroq ishlaydi. Hidi zo'r. Idish yuvadigan gellarimiz umuman qolmabdi, поэтому zakaz qildim. Keyin yangi yil naborlaridan opacham hammani agitatsiya qilyapti. Yangi yil naborlari sotinglar deb turib, juda yangi yil nabori sotiladigan anaqada emas, nastroyeniyada emas edim, lekin bitta bo'lsa ham zakaz qilib qo'ydim. Baribir kimdir ketib qoladi deb. Oldimga kimdir so'rab qo'yadi deb turib, mana shu nabor. Tak, bunisi i qo'l kremi bo'lishi kerak. Mana, i qo'l kremi qarang. Qo'l krem shu seriyadan juda ham yaxshi qo'l kremlari. Sovuni, mandarin. Mandarin bu baribir bilasizlar yangi yilni hidini beradi. Yuz uchun maska, shampun и gel dusha. Gel dusha bilan shampun 29900 dan. Hidi zo'r. I Love Winter seriyasi doim super chiqadi. Odamlar даже mana qish tugagandan keyin ham mana shu seriyani so'raydi. Lekin kompaniya Winter seriyasini qizlar faqat qish uchun chiqaradi. Masachkasini ayjomga ishlatishga beruvdik, yoqdi deb aytdi. Хороший питающий, oziqlantiruvchi zo'r seriyadan. Qo'l kremiga уже tarif yo'q. Faberliqning qo'l kremini hamma biladi. 17900 so'mdan. Sovunlar ham 17900 so'mdan chiqqan. Dальше ketamiz. Shampunlarni oldim zapasga. Tak, mana bu Medovый asalli shampun. Hozir 26900 dan chiqibdi. Keyingi safar 29900 so'mdan bo'ladi. Xuddi shunday aloe hamda krapiva shampunlari hozir skidkada chiqqan 26900 dan. Agar siz keyingi katalogga 29900 ga o'zingizga zapas qo'yib olsangiz bo'ladi qizlar. Pul qanday hidini bo'lishini bilasizlarmi? Men sizlarga ko'rsataman pul hidini. Pul energiyasini hidi. Faberliqda
освежитель воздуха, havoni musafolovchi sprey chiqdi. Ham hid beradi. Bu ancha vaqt turadi. Buni uyga sepsa bo'ladi, pardalarga sepsa bo'ladi, pastellarga sepsa bo'ladi va pulni energiyasini keltiradigan osvejitellarimizdan 30.900 turadi. Skidkada hozir chiqibdi. Boydim olsalaring bo'ladi. Men oldim. Menga doim pul kerak, shuning uchun puldan nima bog'liq bo'lsa, hammasini olaman. 30.900 so'mdan вообще шикарно. Koritsani hidi keladi. Koritsani esa men sevaman. Как раз bugun pirog qilgan edim. Ichiga koritsa qo'shgan edim. 8 element shampunlari ham gel для душа ham cho'milsa bo'ladi. Erkaklar ham boshlarini yuvishiga mo'ljallangan такой universalniy narsa. 45.900 so'mdan chiqqan. Albatta olish kerak, потому что hozir hamma boshini yuvadi, hammaga kerak. Bu 8 element shampuniga boshni yuvganda sochlar boshqacha yotadi. Даже ba'zi ishlatib ko'rgan ayollar aytadi, soch to'kilib yotadi dedi. Hatto erkaklarniki hidi va shu super 45.900 dan. Xuddi shuni sprey dezodoranti bor sepadigan. Dezodoranti 36.900 so'mdan chiqadi. Hidi xuddi shu shampunnikini qaytarib, atirni hidini beradi. Keyin murskoyda yana qarang. Vent atirini dezodorant, mana bu atir bor-ku, shuni dezodoranti bor. Ventga hidi zo'r. Men o'zi vent atirini sevaman. Juda ham yoqtiraman. Birovning ustida bo'lsa ham shunday hidlasam ham maza qilaman. 36.900 aytdim-a, murskoy. Так. Imperatrica badan uchun krem chiqqan Faberlikda. Bilsalaring, bizda Faberlikda Gemma Elfina atiri bor. Yo'lson ko'rsatib yuboring o'shani. Gemma Elfina atirini hidini beradigan Royal oltinli seriyadan, 24 karatli oltin seriyasidan badan uchun krem. Ichida haqiqatan oltini bor va ichini ochganingizda qizlar, men mana shu atirni hidini beradi. Imperatrica bilasizlarmi nima uchun Imperatrica deb o'yladim? Chunki Dolce Gabbana'da Imperatrica atiri bor. Xuddi o'shani qaytaradi. Adashmasam Dolce Gabbana 3000 de, короче, o'shani hidi bunday ko'rinishda bo'ladi. Da, surtganda, men qo'liga surtganda zo'r, ichida yaltiroqlari bor. Отзывlarni o'qidim, вечеринkalarga ham surtib borishga juda ham. Da, yangi yillarga surtib borishingizga, boshqa joylarga. Endi kameram mana ko'ryapsizmi, ba'zida bunday yaltirab o'tib ketyapti. Men ozgina surtyapman qizlar. Effekti menga yoqdi. Imperatrisalar uchun 75.900 so'mdan chiqqan qizlar. Arziydi, polniy arziydi o'zini narxiga, hidi turadigan, stoyki. Agar kimgadir yaqinimga tabriklayman desangiz ham, endi haqiqiy qirolichalar, imperatrisalar uchun 75.900 dan edi. Keyin mana bunaqa choy, bu tanishim o'g'li uchun. Yosh bolani ichi ko'p qotar ekan. O'zimni jiyanim ham ichi qotganda biz doim aytamiz, detoksni damlab yer deymiz. Ichi qotganda qiynaladi, bola ayta olmaydi. Shuning uchun o'zingiz doim kuzatib borishingiz kerak. Agar mana shunaqa holatlarda mana bu detoksni damlab bersangiz, bolangizning ichi yumshab turib, masalan, kechga ichirsangiz, ertalab akkuratno tualetga chiqadi. Agar bolangiz ichi qotadigan bo'lsa, haftada 1-2 marta обязательно ichirib turing. Bolangizning ichi yaxshi bo'ladi. Qotmaydi. Bu o'sha tanishimning o'g'liga. 30.000 so'mdan turadi bu detoks choyimiz. Keyin давайте retinolni ko'rsatayin. Bu meni aziz klientlarimning zakazlaridan edi. Avtozakazda ba'zi narsalari qolib ketdi. Bu gel umuvanyasi 55.900, toner 55.900, kremi 55.900, 3 ta narsasi bor. Bu yoshartiruvchi seriya, ajinlar bilan kurashish, yoshartirish, retinol hammaga bo'ladi. Faqat yuzi o'ta chувствительный hamda beremenniy yoki emizayotgan ayollarga bo'lmaydi. Chunki beremennilar va emizayotgan ayollarning o'zini organizmida retinol juda ham ko'p bo'ladi. Ularga u vaqtda umuman berilmaydi. Men bildim aslar uchun, mana shuni nima uchun mumkin emasligini bildim. Так что eslab qolinglar, retinolni nima uchun mumkin emasligini. Men buni ko'rsatdim sizlarga boya 17.900 dan sovunlar, ko'rinishini qarang, chiroylisini. Даже yaqinlaringizga bitta shunaqa sovg'a bersangiz ham shu sovunni tugagancha sizni eslab yuradi. Yangi yil kayfiyatida yuradi, ishlatib bo'lgancha. Voy qizlar, men
vес tashlashga qaror qildim. O'zi semiz emasman, no 67 kilo bo'lib qolibman. Yana 60 kiloga qaytmoqchiman. Kulmang. 80 kilolilar kulyapti ustimdan. No men og'ir bo'lib qolaman-da. Qarang, o'zimga nima oldim. Mana bunaqa bulyon oldim. Bulyonning anaqasi, ko'ringlar, bulyon peptidlar organizmga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Ozgina ichasiz, sizning qorningizni to'q ushlaydi, kuch beradi, energiya beradi. Ichida juda ham foydali organizmga oldim. Men buni 70% skidkamga oldim. Gazeta 125-130 mingga tushdi, lekin siz bu narxga ola olmasligingiz mumkin. 70% skidkangiz bo'lmasligi mumkin. Поэтому sizga gazeta 250-300 mingga tushish ehtimoli bor. Bir narxni ko'rib chiqishni maslahat beraman. 70% skidkaga 125. Hamda yana 125 mingga mana bunaqa sup oldim. Такой sho'rva emas, sup. Sup krem barbekyu deyilgan. Aynan masalan ishdaligimda mana bunaqa har xil narsalar olib kelmasdan ulgurmagan vaqtimda ochishni endi ayting-a. Короче, mana bu yerdan ochilayotgan. Mana. Mana. Porsiya 3 4 5 6 7 8 porsiyamikan? 3 4 5 6 7 8 porsiya ekan. 125 ming. Agar men obetimga yeydigan bo'lsam buni, bu supchikni garohi bor ekan, ichida. Men yaxshi ko'raman garohni. Garoh proteinli-da bu garoh, yana bir narsasi bor. Короче, ana qilishiga, ovqatlanishga bir narsa olib kelishga ulgurmaganimda, yengil narsa yegim kelganda buni prosta solaman kosaga, suv quyaman ustiga, keyin ozgina yaxshilab aralashtirsam, sal quyuq bo'ladi, garohli supchik bo'ladi. No, вкусный deyishdi. Rosa вкусный deyishdi. Поэтому bu o'zimga obedga semirmaslik uchun. Shunda meni bitta obetim qancha bo'lyapti? 8 tasi 125 ming bo'lsa, 17 ming. Men arzon ovqatlanaman endi. Obetim endi 17 ming, 20 mingga to'g'ri keladi. Keyin Imombayeva Aziza. Nazmiddinova Munira tovari. Mana bunaqa dog' ketkizgich qalamlar bor. Bu sraz upakovkada edi. Buni ochdim. Dog'larni ketkizadi. Agar buni sumkangizga solib qo'ysangiz yoki uyda ushlasangiz ham shunday dog' tushganda ustida ochib ko'rsatayim. Mana bunaqa qattiq bo'ladi, ichida suyuqlik bo'ladi. Qilib turib ozgina ana qilasiz, nima deydi? Ishqalaysiz o'sha joyni. O'sha joydan ketkizadi. Pomada tekizib qo'yganmisiz, shokoladmi, yashil bo'ladimi, qon bo'ladimi, ruchka bo'ladimi, o'shani ketkizib beradi. Ayniqsa o'qituvchilar buni o'zi bilan olib yursa juda ham qulay. Narxi 45900 so'm. Qarachi, ularda nechta? Tak, ben bugun o'zida ishlatib ko'rdim, chunki jiyanimni oldi kurtkasini qilib tashlagan edi. Salfetka bilan tozalaganda ketmadi va mana shu bilan tozalab qo'ygandan keyin ketdi qizlar. Bayta maslahat beraman. Ham o'zimni oppoq nimchamga ko'p marta bitta ruchkani tekizib qo'ygan edim, siyoh bo'lib ketdi. O'sha ham ancha ketdi. Yana endi yuvorsam polni ketib qoladi hammasi. Lab uchun balzamlar 19900 so'mdan mana bunaqa rangi bor. Bu tanishimni bolasi uchun, chunki bolasiga aynan rangli pomada yoqar ekan, onasining ranglisini olar ekan. Baytam o'ziga mana shu rangli lab balzamini beryapman. Bu unaqa o'tkir rang bo'lmaydi, no, lab rangidan sal to'qroq chiqadi. Hidi rosa zo'r shokoladniy. Keyin qosh qalamlar qora rangidan sirazu o'zini taroqchalari bilan 22900 so'mdan chiqqan. Buni qora rangi bor, bu serigrafit, jigarangi bor, och jigaranglari bor. Tak, tushimiz 26900 dan 2x. Bunga tarif kerak emas o'xshaydi, yopishtirgan kiprik effektini beradi. Kiprik yopishtirish kerak emas. Mana shu tushni ishlatganda. Yana bitta narsa aytib o'tayim, bitta odam internetda mana shuni 110 ming so'mdan sotar ekan.
Men buni yaxshi ham yomon ham demoqchi emasman, lekin agar siz Faberlikka a'zo bo'lgan bo'lsangiz, siz kompaniyani skidka narxida 26.900 so'mga olish imkoniyatingiz bor. Ko'rdingizmi? Odamlar shunaqangi yoqtirib, srazu ko'p sotib olar ekanda, 110 ming so'mdan tanishlari uchirib olib ketar ekan. 110 mingdan sotar ekan. Kim? Toshkentda bittasi. Bloger. Так что qayerdan olishni endi bilasizlar. И ko'p pomada zakaz qildim. Yanagi safar pomadalar 40 mingdan chiqar ekan, matvilar. Mana bu matviy pomadalar 40 mingdan chiqadi. Bu safar 34.935 mingdan nechta oldim? 7 ta opa, hamma rangini bittadan oldim. Адреналин крем мужского нету? Нету. Так, Адреналина нет такой мужского. qarang, mana ranglari. Qarang, bu yerda qanday rang bo'lsa, labingizda ham xuddi shunday bo'ladi. Hozir meni labimdagi men ertalab xuddi shu pomadani matviy surtib chiqqanman. Qarang, mana ovqatlanganman, betlaridan sal-sal ketgan, lekin umumiy atrofida bor. Mana shuni boshqa rangini surtib chiqqanman. Вообще stoyki, labda rosa chiroyli turadi. O'zingizga bitta olib qo'yishni maslahat beraman. Aynan mana shunda. Hozirda 34.900 dan keyin 39 mingdan bo'ladi. Meni xaridlarim shundan edi. Bundan iborat emas edi. Xaridlarim ichida hali murmur qo'l kremchilari bor edi. Ular 15.900 so'mdan. Bitta bormi? Yo'q, o'sha yig'ilib bo'libdi, tovar. Tak, mana bu murmur qo'l kremlardan bor edi. 15.900 dan chiqqan. Agar kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz ham rosa zo'r sotiladi, olinadi. Sovg'alikka ham rosa chiroyli, hid uzoq turadi, qo'lni zo'r namlab beradi. Olgan odam albatta xursand bo'ladi. Mana shu kremlarni. Keyin soch bo'yoqlaridan zakaz qilgan edim. Uje ikkitasini olib ketib qolishdi, sotib olishdi ertalabdan. Qolganlarini yig'ib qo'ydim. Soch bo'yoqlar 39.900 so'mdan chiqqan. Qizlar, agar sizlar ham Faberlikka a'zo bo'lib turib, mahsulotlarni arzon narxda olmoqchi bo'lsalaring, menga yozib, ro'yxatdan o'tib, sizlar ham menga o'xshab arzon olishlaring mumkin. Masalan, ko'rdilaringmi? Mana buni 212 mingdan sotiladigan atirni men 125 ming so'mga oldim. Chunki men Faberlikka a'zo bo'lgan insonman. Siz ham xuddi shunaqa o'zingizga, oilangizga olganda foyda qilishingiz yoki sotuvdan foyda qilishingiz mumkin. Raqamimni sizlarga qoldiryapman. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Faberlikda ishlaydigan qizlar обязательно o'zlaringni kommentariyallaringni mahsulotlarga yozib ketishlaringni tilab qolaman.